Assalomu alaykum, mehribonlar. Bu yana men. Qandaysizlar? Roza Ramazon oylari bilan charchamayapsizmi? Mana 23 kunligini ham tugatib oldik. So'nggi 10 kunligida toat ibodatda bo'laylik. Laylatul Qadr kechasi kelyapti mana. Inshaalloh hammamizni niyatimizga yetkazsin. Biz yana bugun salat qilyapmiz. Bitta qizilchara davlagini qirib yerdim. Rang beradi, tam beradi. Mana endi ketma-ketlikda sepaveramiz. Mana qo'lbola shaharchasiga salat. Endi ustidan tabiiy yashil chesnok mana. Ustidan bodiring. Chiroyli chiqadi deb dumaloq to'g'radim. Endi yana tapga ko'ra ozroq chesnok sepamiz. Karamni oldin ozgina tuz sepib tayyorlab olgandim. Mana. Endi qarangda endi ustidan mana tayyor bo'lgan piyoz dog'imizni yazillatib qo'yib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yeganlarga osh bo'lsin. Endi issig'ida aralashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Barakay xayr. Yeganlarga shifo bo'lsin taniga. Keling, og'iz ochib ketasiz. Obunachilarim, xayr, omon bo'ling, yaxshi kunda ko'rishaylik.